Bizani ko'ryapsizlarmi? Kichikroq surokdagi bolajonimiz. Oyijonlari keldilar, matka tekshiruviga keldim dedilar-da. Keyin men ularga aytmadim, ko'rdim, beraminninglar. Keling, siz vaginalni ko'raylik dedim. Qaranglar, bolajonimizni o'zi katta bo'lib qolganmi? Yuraklari ham uryapti. Sizlarga bitta narsa aytsam, oyisi yig'layaptilar, ha? Oyisi xursandmisiz? Yaxshi aytsam, bundan avvalgi farzandlari 6 oy oldin yuragi to'xtab rivojlanmay qolibdi-da. Keyin rosa ta'na eshityapti ekanlar. Qaynonalari tomonidan meni aytyaptilarki, Zulayho opa, sen qisirsan, bo'ldi, endi tug'maysan deyaptilar. Men rosa ko'nglimga tegib ketdi bu narsa. Mana men qisirmas ekanman, u beraman ekanman deb ham yig'lab, ham xursand bo'lib ketdilar. Sizlarda ham shunaqa qaynonalar bormi? Xolajoninglarga qo'ymaydigan?